Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana biz bugun navbatdagi stol-stullarimizni o'zgalarga topshirishga kelganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, to'yxona uchun qilib berganmiz. Videomizga bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, shunaqangi to'yxonasi bor tanishlarga jo'natib, biz podishka qilib tursalar, hozir hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz, xudo xolasa. Bir marta assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun mana shunaqangi katta to'yxonaga stol qilib berganmiz. Hozir kelinga o'tiradigan joyga chiqib ko'rsatib beraman. Ekranga ham sig'mayapti. Juda ham chiroyli chiqqan stol-stullarimiz. Bu stol-stullarimizning nomi medalyon fasondagi stol-stuldan qilib berganmiz. Oyoqlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Oyoqlariga mana shunaqangi konus chiroyli oyoqlardan qilib berilgan. Ko'rishlaringiz mumkin, to'yxonamiz o'zi ham juda ham katta, chiroyli bo'lib tushgan ekan. Tepalar, qandillari ham juda ham chiroyli chiqqan ekan. Bu to'yxonamiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa shaharchasida joylashgan. Shodiyonami degan to'yxona ekan. 300 kishilik mana shunaqangi stol qilib berganmiz. Hozir endi ozgina sizlarga bu stol-stullarimizning ma'lumotlarini berib o'tib ketamiz. Bu stol-stulimizning nomi o'sha aytganimdek medalyon fasondagi stol bo'ladi. Bu medalyon fasondagi stol-stullarning turlari juda ham ko'p. Bemalol bizga aloqaga chiqsalang, qanaqa turidan bo'lsa qilib chiqarib beraveramiz. Keyin yana kimga boshqacha turlari ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qilib berish imkoniyatlarimiz bor. Stenalari juda ham qalin stenalar, baquvvatligi juda ham baquvvat chiqqan. Baquvvatligiga 100%, sifatlariga 100% garantiyasini beramiz. Materiallari eko-ko'jadan bo'lgan. Artib tozalashga juda ham udobniy, qulay bo'lgan. Kraskalari mana shunaqangi parashkavoy kraskadan sepilgan bo'ladi. O'chmaydigan, ko'chmaydigan yaxshi kraskalardan sepilgan. Buni yana bitta e'tibor berib qo'yadigan joyi, choklariga e'tibor berasizlar. Choklari juda ham chiroyli, tekis holatda chiroyli qilib qilingan. E'tibor berib qo'yasizlar choklariga. Choklari juda ham chiroyli chiqqan. Endi bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, shunimizning narxi 300 ming so'm chiqadi. Mana stol-stulimiz narxi 300 ming so'm. Yana kim misol uchun to'yxonasi high-tech uslubda qurilgan bo'lsa, high-tech fasondagi stol yoki boshqacha fasondagi stol kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qilib butun O'zbekiston bo'yicha yetkazdirib berish xizmatlari mavjud. Keyin yana bitta narsa, bizdan kim stol oladigan bo'lsa, bizda qaytib remont qilib berish xizmatlari ham bor. Xizmat ko'rsatib beramiz yana. Qanchadir muddat o'tgandan keyin eskirini olib qolsa, shunaqa biroz telefon qilsa, bemalol yana boshqadan remontini qilib beramiz. Boshqa odam qilib berganini qilib bermaymiz, lekin o'zimiznikini qilib beramiz. Mana shu kelinga o'tiradigan joy. Kimga shunaqangi stol kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlari mavjud. Hammaga rahmat. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishingizdan chiqmasin.